Assalomu alaykum. Mening ismim Mahmudova Gavhar Nabijonovna. Toshkent viloyati Piskent tumanida tug'ilganman. Yoshim 39 da. Oilaliman. 3 nafar o'g'il farzandim bor. Men Uspostga qarashli Toshkent filiali Piskent pochta aloqa bog'lamasida saralash bo'limida 19 yildan beri ish faoliyatimni olib kelmoqdaman. Odatda har kunim soat 6 da ertalab uyqudan uyg'onaman. Ba'zi paytlarda 6:10 da. Birinchi navbatda o'sha o'zimga qarab yuz qo'lim yuvib, nonushta tayyorlashni boshlayman. Farzandlarimni maktabga jo'natishga harakat qilaman. Choy tayyorlab, ikkita farzandimni choy ichirib, maktabga jo'natib, turmush o'rtog'imni turg'izib, uyda mol boqamiz, sigir sog'ishga harakat qilib, sigir sog'ib, keyin ikkinchi qayta choy tayyorlashni boshlayman. Keyin men turmush o'rtog'im bilan ishga ketaman. Ertalab o'sha 8:30 da ishga chiqib ketishga harakat qilaman uydan. Kelib birinchi navbatda ishxonaga kirib, o'sha o'zimizni kollektivimiz bilan hamkasbalar bilan salom alikni boshlab, keyin men birinchi navbatda o'sha kompyuterimni yoqilgan holatida kunlik taqvim tamg'ani daftarimiz bor, o'shani bosishga harakat qilaman, esimdan chiqarmaslikka. U bir kun agar esimizdan chiqib qoladigan bo'lsa, keyingi kunga yanada noqulaylik tug'dirishi mumkin. Men saralovchi bo'lib ishlashimda davomida masalan Toshkentdan birinchi navbatda jo'natma qoplar, gazetalar hammasini nomma-nom sanab olaman. Uni o'sha hudud bo'yicha saralab ajrataman. Kunlik har kungi ishimiz bir xil, lekin o'ziga yarasha qiziqarli, qiyinchilik holatlari ham bo'ladi. O'shalarni saralab tayyorlab olaman. Saralash asosan o'sha Toshkentdan kelgan narsani markazga birinchi navbatda o'sha hududda aniq bilib olishimiz, necha yilda bir bo'lib qolishi mumkin, ko'chalarning nomi o'zgarishi yoki MFLga boshqa nom qo'yilishi, o'shanaqalarni birinchi galda o'sha aloqa bo'lim boshlig'i bizani xabardor qilib turadi. Demak, mana shu bo'limda mana shu MFL yoki ko'cha qo'shilibdi. O'shanda bizani saralashimizga qiyinchilik tug'dirmasdan yanada oson, yanada yengil ishlashimizga turtki bo'lib, o'zimiz ishimizni davom etib keta olamiz. Biz obedni tushligi ishxonada qizlar bilan kelishgan holatda qilamiz. Biz galma-galdan uydan ovqatni tashkillashtiramiz. Chunki har kun ko'chaga chiqib, kafeda yoki biror oshxonada ovqatlanish bizga qimmatga tushib ketadi. Bo'ladi endi ko'chada yeyish ham. Masalan, oylik olgan paytlarimizda ko'chadan bir marta zakaz qilib yeyishimiz mumkin, yo bayram mahallari bo'ladi. Lekin odatda o'sha gali bo'lgan odam o'zi ovqatni tayyorlaydi. Har xil gaplardan olib, gaplashib, qiziqarli narsalarni kulishib ovqatlanamiz. Yana kimma ovqat gali bo'lgan bo'lsa, o'sha odam o'zi yana hamma choynak, pela, idish-tovoqlarni yig'ib, dasturxonlarni qoqib, to'g'irlab qo'yadi. Ovqat gali bo'lmagan odam yana indamasdan narsasini olib, xonasiga chiqib ketaveradi. Men o'zi odatda pochta sohasiga topshirmaganman birinchi o'qishni. Nizomiy nomidagi pedagogika universitetiga topshirganman. U yerda kontrakt asosida o'qish bo'lganligi uchun o'qish xohlamaganman. Shunda onamlar qo'shnimiz o'sha rayonimizga, tumanimizga tegishli aloqa bo'limida ish boshqaruvchi kadrlar bo'limida ishlardilar. O'shanga havas qilib, shu ayolga o'xshab ishga borib kelasan degan maqsadda aloqa kollejiga kir bo'lmasam deganlar. Men xohlamaganman. Keyin shunda onam 11 bitirganligim uchun agar o'qishga kirmasang turmushga uzatib yuboraman deganlar. Keyin majbur bo'lib Toshkent aloqa kollejiga Labzakda joylashgandi. O'qishga borganman. Men u yerda fakultetni birinchi borganimda Umida Abdazinova degan ustozimiz bo'lganlar. Qaysi fakultetda o'qishni xohlaysan deganlar. Men o'zim iqtisod matematikani xohlaganim uchun maktab davrida ham shu fanlarga qiziqardim. Shunda iqtisod bo'limi bormi deganman. Bor deganlar. Keyin unda iqtisod rejalashtirish fakultetiga kiraman, boshqa fakultet kerak emas deganman. Lekin ishlash jarayonida, o'qish jarayonida o'sha amaliyotlarga chiqardik. Men pochtada amaliyot qilmaganman-da, Svyazda amaliyot o'taganman-da, menga qiziq tuyulmagan. Men kompyuterni bilganim uchun, soham aloqa kollejligi uchun emas, kompyuterni bilganim uchun ishga qabul qilinganman. 1,5 yildan keyin pochtaga сокращение qisqartirish kelgan. Men o'shanda kadr bo'limida ish yurituvchi bo'lib qolasam deshganda, yo'q, ishlamayman deb ishdan ketganman. 3 oy muddatga qisqarish bo'lgan. 3 oydan keyin yana qayta ishga olinganda 2009-yil noyabr oyi edi. Saralash bo'limiga saralovchi operator qilib meni ishga qabul qilishgan. Asosan o'sha 19 yil ishga kelgan bo'lsam,
bir 4 yil 3,5 yil boshqa bo'limda bo'lsa bir 15 yil saralash bo'limiga to'g'ri keladida ish faoliyatim. Har doim 5 ta kam 5 bo'layotganda yo 10 ta kam 5 bo'layotganda adam masalan bir oyda 26 kun ish kunimiz bo'lsa, bir kun 2 kun kelmay qolishlari mumkin, nimadir ishlari chiqib qolgan kuni har kuni adam hech qachon bizning uyda kelin deb atamaganlarda, qizim deydilar. Balam men ketotdim. 5 ta kam 5 bo'ldi yoki 10 ta kam bo'ldi. Chiqib yo'lni bu betiga o'tib turing, yo u betiga o'tib turing deydilar. Keyin men 5 ta rovna tushaman, ish vaqtimni tugatib, narsalarimni olib, ikkinchi smenada o'qiydigan o'g'limni meni birinchi ishdan olib, men 5 ta ishdan chiqsam, ikkinchi o'g'lim 5:10 da, 5:15larda darsi tugaydi. Keyin maktabga uni borib olib, keyin uyga ketib, o'sha bir kunlik ish nimamizni tugatib, uydagi ish faoliyatimni yana qaytadan boshlayman. O'sha men davlat ishida ishlashim uchun hamma sharoitni qilib berishgan. Oyliklar kam mahalda ishdan bo'shayman bo'ldi, ham uyga kelib ishlayman, ham yoqda ishlasam, kerak emas desam turmush o'rtog'im o'shanda aytganlar, agar bu yerdan bo'shasang, boshqa joyga ishga kirmaysan deganlar. Men boshqa tekstillardan ish qidirib ko'rganman. Oyligi yaxshi, mayli smenda tursam ham oyligi yaxshi. Zafar aka, bolalarimiz katta bo'lyapti, o'qitish kerak, yaxshiroq oylikka ishga o'tay deganimda, agar shu yerdan bo'shasang, boshqa joyda ishlamaysan, ish qidirib ko'rmaysan ham deganlar. Keyin voy mayli bo'lmasam deganmanda, yana o'zim nima qilib ishimni yaxshi ko'rganman, faqat o'sha oylik kamroq bo'lgani uchun ishlagim kelmaganda, qilayotgan ishimga, nimamga to'g'ri kelmaydi deb bo'shamoqchi bo'lganimda turmush o'rtog'im shu gaplardan keyin yana ish qidirmaganman hamda keyin yana ishimda davom etganman. Mana hozirgi kunda Xudoga shukr oyliklarimiz nisbatan bo'lsa ham yaxshi. Qiyinchiliklarim o'sha ko'p ishlaganim uchun, ham atrofimizdagi kollektiv yaxshi bo'lgani uchun ham bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, bir-birimizni nimalarimizni yopib, har doimgi ishimiz o'sha kollektivimni yordami bilan uyimdagilarni hamma menga qilib berayotgan sharoitlar tufayli men shu nimada ishlab kelyaptim. Men xursandman. Hammasini o'sha qiyinchiliklarini, hamma narsani bosqichma-bosqich uddasidan chiqib, amalga oshirib, ishlashni davom ettirish niyatidaman. Kelib qoldingmi maktabdan? Ha. Qo'shimchang bo'ldimi? Ha, qo'shimcham bo'ldi. Ingliz tilidan ko'rsatdingmi o'qituvchingga? Ha. Bo'p, to'palang qilmay ko'chaga chiqmay o'tirgin, xo'pmi? Xo'p. Bo'pti, mayli, yaxshi o'tir. O'sha kollektivimizni yaxshiligi, atrofimdagilarni menga berayotgan ko'magi, hatto biza pochta sohasida har bitta xodim bir-biriga zanjir sifatida uzviy bog'liq biza. Agar birinchi zanjir o'z ishini qilmasa, u ikkinchi zanjir, uchinchi zanjir etap-etap xato bo'lib ketib, amalga oshmay qoladi. Men o'sha kasal bo'lsam ham, yonimdagi hamkasbalarim, hattoki dori darmoning bilan bo'lsa ham, shu yerda ishlasang, biz senga yordam berib turamiz. Men o'sha shtatda bir o'zim ishlaganim uchun saralovchi bu, menga o'sha saralash bo'limida 2 ta xodim emas, shtatda bir o'zim ishlayman. O'sha kasal holimda ham kelib mijozlarga barcha jo'natmalar o'z vaqtida yetib borish kerak. Agar men qilmasam o'sha narsani, u atrofimdagilar vaqtida o'sha jo'natmasini olish bo'yicha noqulayliklar tug'diriladi. O'shaning uchun men o'sha ba'zi bir holatlarda kasal bo'lsam ham kelib o'sha mijozlarga o'z vaqtida jo'natmalarini yetib borish uchun o'sha dorimni yo ukolimni olib kelib ishimni davom ettirib, o'sha mijozlarning jo'natmalaridan muammo chiqmasin yoki bo'lmasam pochta yo'llarimiz o'sha mijozga yetkazib borishga qiynalmasin deb kelib o'z ish faoliyatimni boshlab davom ettirib boraman. Atrofimdagilar hammasi menga yordam berib, o'shanaqa holat bo'lsa, o'sha vaziyatdan chiqib ketishimga ko'mak berishadi, harakat qilishadi.